Savol: Burunqi ummatlar qandaq roza tutatdi? Javob: Roza tutish ibodati Odam alayhissalomdan tortib barliq ummatlarga farz qilingan ibodatdir. Alloh taolo sizlardan ilgirki ummatlarga farz qilingandek roza tutish sizlarga ham farz qilindi degan. Ilgirkilarga farz qilingan rozaning sifati va miqdori biznikiga o'xshaydiganlari bor, o'xshamaydiganlari bor. Masalan, ba'zi ummatlarga gap so'z qilmay roza tutish farz qilingan. Al-Imron surasi 41-oyatda Zakariya alayhissalomga nishoning shuki, kishilarga 3 kungacha ishoratdan boshqa so'z qilmaysan degan. Maryam surasi 26-oyatda Alloh taolo Maryam alayhissalomga biror insonga uchrab qolsang, men Alloh uchun roza tutishni nazr qilgan. Shunga bugun hech kimga gap so'z qilmayman degan. Yahudiylarda Ashura kuni roza tutish bor. Yahudi nasoralarga bizga o'xshash bir oy roza tutish farz qilingan bo'lib, ular har 24 soatda bir ig'iz ochadi. Lekin ular kun sonini o'zgartirayotgan bo'lib, Yahudiylarning ba'zilari yilda 6 kun, dindorlari yilda bir oy tutadi. Xristianlarning ba'zilari yilda 40 kun, har faslda 3 kun, haftada chorshanba, payshanba kunlari tutadi. Ular sifat jihatdan o'zgartirayotgan bo'lib, ba'zi xristianlar jonliqlarni yeyishdan farz tutish bilan roza tutadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.